Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilarim. Bugungi videoyimizda tayyorlanishi juda oddiy, lekin mazasi og'izda qoladigan olmali pirog tayyorlaymiz. Bu pirog oila a'zolaringizni eng sevimli shirinliklardan biriga aylanishi aniq. Demak, ishimizni 500 gram unga 50 gram margarin solib aralashtirishdan boshlaymiz. So'ngra esa 150 ml qatiqqa 1 choy qoshiq suvdan solib aralashtirib, ko'pirtirib, keyin esa ikkita tuxumni, bitta sarig'ini olib qo'yib qo'shamiz. 200 gram shakar qo'shamizda, yaxshilab xamir qoraymiz. Tayyor bo'lgan xamirni tindirishga olib qo'yamiz. 5-6 dona olmani yaxshilab to'g'rab, somoncha shaklida 200 gram shakar solib aralashtirib bir chetga olib qo'yamiz. Tayyor bo'lgan xamirimizni listga, qolpimizga shunaqa qilib chiroyli qilib joylashtirib olamiz. Chetlarini ham mana shunaqa qilib chiqarib, hamma joyiga xamirni bir tekisda yoyib chiqamiz qo'limiz bilan. Keyin esa boyaga olib qo'ygan nachinka olmamizni ichiga solib, yaxshilab bir tekis qilib, hamma joyiga bir tekis qilib yoyib chiqamiz. Xamirimizni ikkinchi bo'lagini yoyib, shunaqa qilib kesib chiqamiz. Buni ustiga chiroyli qilib joylashtirishimiz uchun hammasini shunaqa qilib bir xil qilib kesamiz. Kesgan xamirlarimizni ustiga chiroyli qilib bezatamiz. Mana shunaqa qilib bir tekisda chiroyli qilib joylashtirib chiqamiz. Ushbu olmali pirogim turmush o'rtog'imga ham rosa yoqqanligi uchun juda tez tayyorlab turishga harakat qilaman. Qaynona oyijonimlarga ham rosa ham yoqadi. Ayniqsa ustidagi bezaklari rosa ham chiroyli chiqibdi. Odamni keskisi ham kelmaydi deb maqtab qo'yadilar. Shunga sizlar ham tayyorlab ko'rishlarini tavsiya qilaman. Mana juda ham chiroyli bo'lib chiqyapti pirogimiz. Mana chiroyli qilib joylashtirib oldik. Ortgan xamirlarini esa shunaqa yurakcha shaklida berib, ustiga tuxumni sarig'ini mana shunaqa qilib chiroyli qilib surtib olamiz. Duxovkaga 45-50 daqiqaga qo'yamiz, qizib turgan duxovkaga. Va mana pirogimiz tayyor bo'ldi. Shunaqa yumshoq, shunaqa mazali chiqadi. Hammaga birdek yoqishi aniq. Agar video sizga yoqsa, like bosishni va kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Sizni qo'llab-quvvatlashingiz men uchun juda ham muhim. Hammaga yoqimli ishtaha. Bu retseptimni albatta tayyorlab ko'ringlar.